Bu pivo dunyo bo'yicha eng ko'p ichiluvchi alkogol mahsuloti va dunyo bo'yicha 4-eng ko'p ichiladigan ichimlik. Suv, choy va kofedan keyin. Lekin har doim ham bunday bo'lmagan. O'rta asrlarda Yevropada pivo eng mashhur ichimlik hisoblangan. Hatto ba'zi manbalarda u suvdan ham ko'proq iste'mol qilingani ko'rsatiladi. Pivo ular uchun shunchaki ichimlik emas edi. Turli xil pablar orqali ular pivo ustida suhbat qurishgan, yig'ilishgan va uzoq ish kunidan keyin dam olishgan. Qizig'i, shunga o'xshash hodisa o'rta asr arab dunyosida ham sodir bo'ladi, faqat pivo o'rniga kofe atrofida. Va birinchi kafeyni ham, ya'ni kofe maskani Konstantinopolda, Istanbulda paydo bo'ladi. Odamlar u yerda nimalar bilan shug'ullanishgan? Hozir biz kofe ustida nimalar bilan bo'lsa, ular ham shu bilan suhbat qurishgan, fikr almashishgan, ish bo'yicha kelishuvlar yoki shunchaki dam olishgan. Va yana miya uchun doping kimlarga boshqalardan ko'ra ko'proq kerak deb o'ylaysiz? To'g'ri, miyani ko'p ishlatuvchilarga, ya'ni olimlar va talabalarga. Shu sababli kafeynalar ko'pincha madrasalar atrofida qurilgan. Tunda kitob mutolaa qilib, uxlab qolmasligi oldini olish uchun. Bu kofe dunyodagi eng ko'p iste'mol qilinuvchi ichimliklardan biri. Dunyo bo'yicha u kuniga 2 milliarddan ziyod chashkada iste'mol qilinadi. Ishonchim komilki, siz umringiz davomida bir marotaba bo'lsa ham bu ichimlikni tatib ko'rgansiz. Lekin biz o'z sevimli ichimligimiz haqida yetarlicha ma'lumotlarni bilmaymiz. Uning kelib chiqishi va u haqidagi qiziqarli ma'lumotlarni esa aytmasa ham bo'ladi. Bu videoni boshlashdan oldin o'zingizga alohida qahva tayyorlab oling. Biz esa videoni boshladik. Kofe kelib chiqish haqida aniq bir ma'lumotlar yo'q, lekin har qachon bo'lgandek, bu yerda ham bir ajoyib afsona bor. Kunlarning birida bir cho'pon bo'lgan ekan. U bir oddiy kunlarning birida o'z qo'ylarini yaylovga olib chiqqan paytida ko'zi ketib uxlab qoladi. O'rnidan turib qaraganda esa qo'ylardan dom-darak yo'q. U vahimaga tusha boshlaydi va vaqtini ortiqcha yo'qotmasdan ularni izlashga kirishadi. Yo'l yuribdi, yo'l yursa ham mo'l yuribdi va oxir-oqibat qo'ylarni topishga muvaffaq bo'libdi. Lekin qo'ylarni topgan cho'pon ularni holini ko'rib, yanada ko'proq qo'rquvga tushibdi. Gap shundaki, qo'ylar qandaydir bir kichik daraxtga o'xshash o'simlik atrofida o'ynashayotgan ekan. Yaqinroq qarasa, ularning og'zida allaqanday nosga o'xshash narsa bor edi va bu daraxtning mevasi ekanligini u qisqa vaqt ichida anglab yetdi. Mayli hazillashdi. U nimaligini qisqa vaqt ichida anglay olmagan. Nima bo'lganda ham kofe kelib chiqish tarixiga oid yagona ma'lumot shu hisoblanadi. Endi bunga ishonish yoki ishonmaslik o'zingizning ixtiyoringizda. Lekin uning qayerda kelib chiqqanligi aniq dalillarga asoslangan. Bu hozirgi kundagi Efiopiya. Nega aynan Efiopiya? Bilasizmi, hozirda Afrika qit'asi ikkiga ajralib ketmoqda. Ya'ni Afrika plitasi bir tomonga, Somali plitasi ikkinchi tomonga qarab ketmoqda. Bu hodisa salkam million yildan beri davom etib kelmoqda va yaqin 50 million yillarda olimlar bu hudud atrofida yangi okean vujudga kelishini ta'kidlashmoqda. Million yillar ichida bu ajralish sababli atrof muhitda qiziqarli narsalar dunyoga keldi. Misol, Afrikadagi eng yuqori vulqon tog'i Kilimanjaro, eng uzun va eng katta ko'llar Viktoriya va Tanganika. Bundan tashqari bu hududlarda ajoyib ob-havo hukm suradi. Bunday ob-havo esa o'simliklar uchun ayni muddao. Misol uchun kofe. Efiopiya bo'lsa aynan shunday qulay hududda joylashgan va hatto hozir ham u dunyodagi top 10 ta eng ko'p kofe ishlab chiqaruvchi davlatlar qatoriga kiradi. Kofe Efiopiya eksportining 30-35% qamrab oladi. Efiopiya kofe vatani hisoblangani bilan kofe tarqalishining asosiy hududi mana bu yerda joylashgan Mokko shahri bo'lgan. Aynan shu shahar yaqin 2 asr davomida kofeni dunyo bo'ylab yetkazib beradi. Va bu davrlarda bu hududlar Usmonli turklar hukmronligi ostida bo'lgan. Turklar o'z paytida kofening sirini oshkor qilish, bu o'z joniga qasd qilish bilan tenglashtirishgan. Shuning uchun turklar har qanday yo'llar bilan kofe tarqalishini oldini olishgan. Hattoki kofe urug'ini olib chiqish kuchli taqiqlar bo'lgan va olib chiqishga to'g'ri kelgan paytda ular boshqa hududlarda qayta o'smasligi uchun turklar ularni qovurib qo'ygan. Lekin bu urinishlarning bari besamar kechdi. Oxir-oqibat kofe butun dunyoga tarqaldi.
Vaqtlar o'tib esa u Yevropaga yetib bordi va alkogol botqog'iga botgan Yevropani undan xalos qildi. Siz Yevropani eslaganingizda birinchi bo'lib xayolingizga nimalar keladi? Ozodalik va xulq-atvor. Ha, aynan Yevropa Ittifoqi vakillari dunyo bo'yicha eng ozod va eng baxtli davlatlar sanaladi. Lekin bu har doim ham bunday bo'lmagan. Unda qanday bo'lgan? Keling, O'rta asr Yevropasiga sayr qilib ko'ramiz. Siz erta tongda uyg'onasiz, chunki kechqurun qorong'u, chiroqlar yo'q. Bundan tashqari, qilarga aytarli ish ham yo'q va shuning uchun siz erta uxlashga majbursiz va birinchi bo'lib qiladigan ishingiz bu tabiiyki nonushta. Dasturxonda esa variantlar unchalik ko'p emas. Non, ba'zida pishloq va yana ba'zida quritilgan go'sht. Ichishga esa alley, ya'ni yengil pivo. Va shu bilan siz ish sari otlandingiz. Ishlab chanqadingiz. Chanqoqni bostirish uchun esa yana pivo bor. Ishdan keyin hordiq olish uchun pablarga borasiz va u yerda tabiiyki yana pivo. Umuman olganda o'rta asr odamlari kuniga 1 litrgacha pivo iste'mol qilishgan. Lekin nega aynan pivo? Buning ikki sababi mavjud bo'lgan. Birinchisi, u boshqa ichimliklarga qaraganda arzonroq bo'lgan va uni topish boshqalarga qaraganda osonroq kechgan. Ikkinchisi bo'lsa, u suvdan ko'ra ancha tozaroq bo'lgan. O'rta asrlarda Yevropa eng isqirt hududlar hisoblangan va tabiiyki u yerdagi suv ham iflos bo'lgan. Suvdan zaharlanish foizi nihoyatda yuqori bo'lgan. Shu sababli qashshoq odamlar noilojlikdan pivo ichishga majbur bo'lishgan. Uni hamma iste'mol qilgan. Erkaklar, ayollar va hatto yosh bolalar. Va aynan shu vaqtda botqoqqa botgan Yevropaga arab diyoridan yangi ichimlik kirib keladi. U mazali bo'lib, tayyorlanishi unchalik qiyin bo'lmagan va muhimi issiq bo'lgan. Bu esa nisbatan sovuqroq bo'lgan Yevropa uchun ayni muddao edi va eng muhimi u foydali bo'lgan. Alkogolning zararlari haqida ortiqcha gapirib o'tirishga hojat yo'q. Endi tasavvur qilib ko'ring. Erta tongdan mast holda ishga borayotgan odamning qo'lidan nimalar keladi? Bu holat asrlar davomida davom etib kelgan. Buning sababida Yevropa arab diyoriga nisbatan juda orqada qolib ketgan edi. Endi esa zararli alkogol va janjaldan boshqa narsa muhokama qilinmaydigan pablarni kafein egalladi. Kafein nima? Qisqa qilib aytganda, u zararsiz doping va u kofeda mujassam. Qarang, alkogol, tamaki, narkotik kabi dopinglar odamlar va omma uchun zararli hisoblanadi. Kofe bilan bunday muammolar yo'q. Alkogol miyangizni karaxt holga solib qo'ysa, kofe buning aksi miyani faollashtiradi va ishlashga yordam beradi. Va buning hammasi kafein sababli. Inson ichida adenozin deb nomlanuvchi birikma bor. Uning vazifasi miyamizga organizmimiz charchagani haqida xabar berish va shundan so'ng miyamiz uyquga ketadi. Kafein bo'lsa adenozinni miyaga kirishga yo'l qo'ymaydi va shu bilan miyamiz biz charchaganimizni va dam olishimiz kerakligini bilmaydi. Bundan tashqari kafein miyamizga to'g'ridan to'g'ri dopamin ishlab chiqarishga buyruq beradi. Dopamin bo'lsa bizni kayfiyatimizga ta'sir qiluvchi birikmadir. Bu hammasi emas. Kofe sababli bizni davleniyamiz oshadi, yuragimiz nisbatan tezroq uradi, adrenalin ko'payadi. Kofe sababli bizning fokusimiz va fikrlashimiz yaxshilanadi. Kofeni yana bir muxlislari kimligini bilasizmi? Bu asal arilar. Ular ham o'z unumdorligini oshirish uchun kofe iste'mol qilishni yaxshi ko'rishadi. Kofe revolyutsiyasidan so'ng Yevropa ham asal arilardek ishlashni boshladi. Va ko'p olimlar fikriga ko'ra, aynan kofe Yevropa uyg'onish davrining asosiy sababchisi hisoblanadi. Pablar o'rnini kofe uylari egallaydi. Mas yevropaliklarni bo'lsa, miyasi dopamin bilan to'lib toshgan yevropaliklar egallaydi. Grand Cafe Oksfordda, Cafe Prokop Fransiyada, Cafe Florian Venetsiyada. Bular Yevropada ochilgan birinchi kafenalar hisoblanadi. Aynan shu yerdan yevropaliklarni kofega bo'lgan muhabbati rivojlanadi. Aytib o'tganimdek, pablardagi ichimlikbozliklarni ilm, tadqiqot va fan kabi mavzular bilan o'rtoqlashuvchi odamlar egallay boshlaydi. Ozgina vaqt o'tishi bilan kafenalarda turli klublar paydo bo'la boshladi. Ya'ni ba'zi kafenalarga Newton, Kepler, Galileo, Galey kabi
mashhur olimlar kirgan bo'lsa, boshqasiga biznesmenlar kirgan. Misol sifatida Liot kafenasi. Bu kafena hozirga kelib dunyodagi eng yirik bank va sug'urta kompaniyasi hisoblanadi. Esingizdami, teparoqda turklar kofe monopoliya qilib olgani haqida eslatgan edim. Bu uzoqqa cho'zilmadi. 18-asrga kelib kofe dunyoning ko'plab burchaklarida o'stirila boshladi. Bunga ulkan hissani Yevropa davlatlari kolonizatsiyasi va ularning qullari qo'shdi. Ba'zi bir ma'lumotlarga ko'ra, aynan shu davrda yevropaliklar Afrikadan taxminan 10-17 milliongacha odamlarni qullarga aylantirishgan va ularni Amerikaga kofe, shakar, tabak kabi mahsulotlarni tergdirish uchun olib borishgan. Buning barchasi kofega mukkasidan ketgan Yevropa xalqining ishtiyoqini qondirish sababli bo'lgan va bunday arzon qulchilik shakli qaysidir ma'noda hozirgacha saqlanib qolgan. Bu kapuchino eng mashhur kofe turi. Uning o'rtacha narxi $4. Bu $4 ichiga nimalar kiradi? Biznesdagi eng qimmat ashyolardan biri, ya'ni arenda. Har bir stakan kofedan $1,5 arenda uchun, $1 ishchilar uchun. Biznesning o'zi ham daromadga chiqishi kerak. Ularga keling 50 sent ajratamiz. Va yana soliqlar. Ular Yevropada ishlaydi. Ularga bo'lsa 40 sent ajratamiz. Stakanlar va maishiy buyumlar 15 sent va agar tarkibida sut bo'lsa, unda yana 30 sent. Nimadir esdan chiqmadimi? Ramiz, kofe qani? Kofega sarflanadigan summa bo'lsa 30 sent hisoblanadi. Lekin bu hali hammasi emas. Axir kofe kafeinaga o'simlik holida kelmaydi-ku. Shunday ekan, bu 30 sentdan uni isitib tozalashga, portga olib borish uchun, eksport va import bojxona soliqlari uchun, ularni paketlarga solish, rostlash uchun, shipping uchun, o'rtakash sotuvchining foydasi uchun va ish haqqi uchun qandaydir arzimagan sariqchaqi. To'g'risini aytsam, bu qanday to'g'ri o'qilishini ham bilmayman. Bunday pulga kimlar ishlaydi? Kambag'al davlatlardagi noiloj odamlar. Misol uchun, Hind kafe terimchisining kunlik maoshi o'rtacha $435, ya'ni $5. Statistikaga ham qaraydigan bo'lsak, kofe iste'mol qiluvchi davlatlarning deyarli hammasi boy davlatlar hisoblanadi. Va bulardan eng boyi shubhasiz AQShdir. AQSh eng ko'p kofe iste'mol qiluvchi davlat hisoblanadi. Aynan AQShda eng boy 10 ta kofega asoslangan kompaniyalardan 7 tasi joylashgan. Amerikaga kofe kirib kelish ham ajoyib bo'lgan. Agar kofe o'rta asr Yevropasidan alkogolni surib chiqargan bo'lsa, AQShda u choyni surib chiqargan. Hozirda bir AQShlik kuniga o'rtacha 3 stakan kofe iste'mol qiladi va kofe AQSh fuqarolarining ajralmas kundalik ramziga aylanib bo'lgan. Shu bilan birga bizning ham kofe bizning kundalik hayotimizning bir qismiga aylanib bo'lgan va u haqida ko'plab to'g'ri va noto'g'ri ma'lumotlar tarqalgan. Darhaqiqat, ortiqcha kofe iste'mol qilish zararli hisoblanadi. Lekin nafaqat kofe, balki istalgan narsani keragidan ko'proq iste'mol qilish inson uchun xavflidir. Ovqat, gazli ichimliklar, choy va hattoki suv. 5-6 litr suvni qisqa vaqt davomida ichish bu o'limga olib keladi. Kofechi. Ko'p olimlar uning ichidagi kofeinni zararliligiga ishontirishga urinib kelishgan. Lekin barcha urinishlar hozirgacha besamar bo'lib qolmoqda. Agarda videomiz sizga manzur kelgan bo'lsa, unga like bosishni unutmang va bizga obuna bo'ling va o'zingiz yoqtirgan kofe turini kommentlarda yozib qoldiring. Sizlar bilan Ramziddin bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha